Kechir, xohlamagandim. Demak, aniqlashtirib olaylik. Sen tojingni menga olovga uloqtirasan va bo'ying uydan baland bo'lib ketadi. Shundaymi? Tog'dek. Olovchi, Odin uni Asgardda saqlayaptimi? Asgardda Odin yo'q. Sen yo'qligingda taxt himoyasiz qoldi. Mayli unda. Tojing qayerda? Mana u. Kuchimning manbai. Shu tojmi? Qoshingni bo'yapsanmi deb o'ylabman. Bu toj. Farqi yo'q. Ragnarokni bartaraf qilish uchun uni boshingdan yulqib olishim kerakmi? Ragnarok allaqachon boshlandi. Uni to'xtata olmaysan. Ikkovimizning taqdirimiz Asgardga tutashgan. Hamma o'ladi, hammasi yonib ketadi. Juda qiziq. Ochig'i sayyorani yondirib, kulini sovurishingni ko'rgim kelyapti, ammo bevositaga o'tishga to'g'ri keladi. Zanjirdan xalos bo'laman, shiddatli boshingni yengillataman va Asgardga uloqtirib yuboraman. Kelishdikmi? Taqdirga qarshi chiqmoqchimisan? Bundan nima foyda? Shunchaki qahramonlik ko'rsatishga ishqibozroqman. Kechirasan, o'xshamadi. Salgina shoshildim shekilli. Odinning o'g'li katta xato qilyapsan. Butun hayotim katta xatolardan iborat. Ammo doim tirik qolaman. O'lishimga qarab turmasan axir, tortib olsang bo'larmidi? Heimdall? Heimdall, tirikmisan? Yot. Heimdall, meni qovurib tashlashadi. Thor, Ragnarok.